Kvartirani ham bo'lganda ham eng shkalati, ya'ni katta mana shunaqangi balkonga ega. Bu tomonimiz aeroport, narigi tomonda Yangi O'zbekiston bog'i ko'rinib turadigan 12 qavatli domimizda 11-qavatda joylashgan. Yashil makoni birinchi qurilgan 12 qavatli shu blokda umuman sotuvda xonadonlar qolmagan sotuv bo'limida, lekin bitta kvartiramiz sotuv bo'limidan arzonroq narxda endilikda sotuvga chiqdi. Hozir batafsil ma'lumotlarni ham berib o'taman. Bu Novostroykani o'zimiz reklama qilganmiz, o'shaning uchun qo'rqmay sizga tavsiya qila olaman. Hyundai eng so'nggi rusumdagi liftni olib kelingan, Namanganda bitta. Eshiklari ham eng sifatli eshik bo'ladi. Olganingizdan keyin eshikni almashtirib o'tirmaysiz. Premium podyezddan kirganimizda 82,5 kvadrat metrlik kvartiramizni ko'zingiz tushadi. Ro'parada kattakon sanuzulli plan qilingan. Sanuzulimizni kattaligiga e'tibor berasiz va $1000 ga preksizdirib qo'yishgan ekan, uni bonus sifatida berishadi. Agar preksizga yoqmasa, gazoblov orqali перегородка qilingan, to'liq buzib boshqatdan o'zingizga mos planirovka qilishingiz ham mumkin. Mana bu yerda bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona planirovka qilingan, oqartirib qo'yishgan ekan, rasxod qilib, to'liq перегородка qilib, mana bu yerda esa kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bor. Kattalar yotoqxonasida panorama oynalar qo'yilgan, manzarani tomosha qilish uchun juda ham zo'r variant. Va kattakon studiya formatdagi mehmonxona hamda oshxona bu yerga joylashtirib ketilgan ekan. Buni ham aytib o'tganda 2 ga bo'lib olsangiz ham bo'laveradi. Menga eng yoqqan tomoni bu mana shunaqangi keng, katta oynalar qo'yilgan balkoni. Balkonimizni o'zi ham ancha kvadraturani o'z ichiga oladi, lekin haqiqatda insonga dam beradigan qavat. Ushbu kvartiramizning kadastr hujjatlari mavjud, qo'shimchasiga alohida o'zini do'mni shundoq yonida parkovkasi ham bor. Qisqa qilib aytganda, siz uchun tayyor remontlarni qilib olsangiz bo'ldi. Narxiga keladigan bo'lsak, hozirda sotuv bo'limida 8,5 million atrofida ekan 1 kvadrat metri. Bu kvartiramiz esa 7 million 800 ming so'mdan berib olishadi. Egalar telefon nomeri videoni pastda aloqaga chiqib, qulay narxda ushbu kvartirani sotib olishingiz mumkin. Videoni zo'r lokatsiyadan yaxshi kvartira qidirib yurganlarga jo'natib qo'ying.